أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألم ترى آيات أنزلت الليلة لم يرى مثلهن قط قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس رواه مسلم. Ve Ukbet ibn Amir radıyallahu ta'ala anhu'da rivayet çok kılındı deyildi. Yani biz kitabı Fezailul Kur'an. Kur'an-ı Kerim'deki içindeki ayetler ve sözlerinki bir-birisinden boğan faziletleri hakkındaki meni kitapka nima qantoq kelgan. Endi yuqorqi meni birinchi faslda asosjiq hadis, yani fasldagi asosjiq hadis tungi darsimizda tugagandik. Endi o fasldan bir qancha hadis qilib qolgandi. Hozir endi shu yerga nima qildik, keldik. Endi shu birinchi faslniki hadisniki oxiri men Ukbet ibn Amir radıyallahu ta'ala rivayet qilindi. Dedi bu Ukbe, dedi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şuna dedi deydi. Aya kömemsen birinchi oyatlarniki tushirildi, shu oyati bugun kecha. Unzilat al-laylata deb zibar o'qildi. Bu zarf fil laylati degan gap bo'ldi. Ya'ni bu yilqi pi degan harf zarfniki o'zi, ya'ni jarniki o'zi ya tushirilsa uni zibar o'qiydigan, ya'ni maf'ulun pi niki qatorichi deyiladi. Şu al-laylata deb o'qiymiz. Mana bugun kecha tushirilgan birinchi oyatlarni ko'rmamsanki, mana ko'rilmadi. Shu oyatniki o'xshi hargiz ko'rilmadi. Yana tarixdan buyon mana bundoq bir oyatni ilohiy tarafdan tushirilganini nima qilinmadi, ko'rilmadi. Ko'rilmagan shundoq darajada ajoyib katta muhim bo'lgan mana bir oyatlarni nima qilindi, bu kecha menga tushirildi deydi. Endi bu yerda buniki o'xshi ko'rilmadi degan mushu yilqi shayton vasvas qilib qolsa va undan boshqa hasad qiluvchi ko'z tegidon deganidek mushu mazmundagi qatordagi oyatlar demoqchi. Ammo buningmi katta nihoyat ulug' bo'lgan yana yuqorqi hadislarda degandek bir qancha oyat va so'rlar bor. Bu yerda o'xshi ko'rilmadi degan, ya'ni shu istiaza, ya'ni shundoq hasad, ko'z tegish deganidek yomon bir maqsad va shaytonniki ozdirishi, nafsiniki yomonligi degan ma istiaza tarafidagi bo'lgan o'xshash, ma tarafidagi bo'lgan oyatlar degan gap. Men bundoq nima qilmay tushirilmadi. U qodir qul a'uzu bi robbil falaq va qul a'uzu bi robbin nasdur. Men bu ikki so'rniki o'zini men bugun kecha shu menga tushirildi. Men bu ikki so'rniki o'zida mana bu qandoq inson shundoq yomon bir ahvolga ya ko'z tegish, ya hasad qorniki hasadi, mana bulush yoki shayton yoki nafsiniki shundoq ozdirishdan iborat bo'lgan shundoq insonga bo'mg'ir bir narsa shundoq bo'lgan vaqt o'zida men mush so'rni nima qilish kerak, o'qish kerak. Men mushu mazmundagi oyat mazmundagi mana nima qildi bu oyatlar, bu so'ra mush mazmunni o'z ichiga oldi. Unda o'g'andan keyin men bu mazmunda, ya'ni bir so'ra o bo'lib bu mazmundagi bir so'rniki o'zini o'z ichiga olgan, komil mukammal bo'lgan bir so'rchi tushirib baxmadi. Ammo boshqa oyatlarda bu bor bo'lmasa, ya'ni oyat bo'lib komil degan gap. Unda bo'lgandan keyin meni bu shu ikki so'rniki o'zini, masalan bir odamniki ko'z tikkazsa, ya hasad yoki bo'lmaydi shaytonniki ozdirishi yoki nafsiniki har xil yomon ish qilishdan undishi deganidek ish bo'lgan vaqtning o'zida men mush so'rni nima qilish kerak, o'qish kerak. Masalan hasad qiluvchi, masalan sehrgar, yomon g'araz, yomon ko'z deganidek mushtaq bir narsa saqlanishdan mush so'rni o'qish kerak endi. Yine Ayşe radıyallahu ta'ala rivayet qilindi, shuna deb jazman Peygamberimiz sallallohu alayhi vasallam birdi. Qachoniki mena basa o'zniki ko'psiga har kecha. Men har kecha o'zniki ko'psiga berib, ya'ni yotaman, uxlayman degan vaqtniki o'zida birdan odat, ya'ni odat etdi. Qanday qildi? Yozilgan vaqtning o'zida meni jug'laydi Peygamberimiz sallallohu alayhi vasallam o'zniki ikki olqinni. İşte akıllı bir yerço ekirip çoğulaydı.
Anadaki halkındaki üzge nima qildi? Deb cho püyleydi. Deb püylep, anadaki bütün bedenin hemmisiga, yani başka rivayetin var, muştaq hem qo'li yetgan kadar hem miriga nima qildi? Qo'lini surkab muştaq yotdi. Tafsil mandaq. Taqara fihima. Hem de bu yerde Maidesindeki zahirden Peygamber sam muşu sörünü okup oluştuğum burun qo'lini mana jig'i onidagi sütlab andaki ma sörünü okuydu degan gapni chiqadi ma Lekin bu zahir muşu amma bunun ma'nosi undaq shu emas. Bu yerdagi pa'niki o'zini tafsil etsak, yine qanday qilib deyilsa, o'chaning o'zi tafsil ahvoli uchun muşu. Pa'niki o'zi qandaki ta'qib uchun kelganda o nima uchun keladi? Tafsil. Yani yuqorqi bir narsaning o'zi mujmal bo'lsa, uni tafsili bayon qilib berish uchun kelgan ish shu bandi. Ondan keyin Payg'ambar shunday qildi. Qanday qildi? Mana shu ishga olqinga Bismillahirrahmanirrahim, Qul vallohu ahad, Qul a'uzu birabbil falaq va Qul a'uzu birabbin nas nima qildi? O'qitdi. O'qib anadan keyin mana bu Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam shu ikki qo'li bilan onu sılaydı, anda bir nemesiga qodir oldu. Qodir olgan narsa nemeti o'zining badanini edi. Badanidan bo'lgan narsa ne qo'li yetgan qadar ashtaq nima qilib, men silab deb ashtaq cho'q qildi. Boshlaydi mana shu ikki olqinini o'zining beshini va yuzini. Boshqa o'zining beshi yuzini qilib, mushta surtib ashtaq cho'q qildi. Va anda bilmasliki, men oldini qildi, o payg'ambar o'zining jasadini. O'zining jasadi badanda oldi tarafini mushta surkaydi, qildi bu ishni 3 qata qildi. Bu shu qul vallohu ahad, qul a'uzu birabbil falaq, qul a'uzu birabbin nasni mana shu o'qib, unidagi suhtab, men o'ziniki badaniniki mushu oldidan beshidan boshlab, yuzidan oldidan boshlab, uningdagi oqidan qo'li yetgan qadar badan nada bo'lsa 3 qata qilib, andagi suhlabchi nima qilibdi? Kashdan, shu yotgan kirishdan burun yotgan kirgan vaqtning o'zidan men mushuchu o'qiydi deydim. Ondan keyin men mushu narsaniki o'qishniki o'zi nima o sunnat. Bu hem de sahih hadis, muttafaqun alayhi bo'lgan hadis. Deydimdi. Ondan keyin biz mushu üstörünü okusak yatqa vaqtdagi o'zida inshaalloh kechichi shaytonniki har xil vasvasalari, shuningdek har xil bir ishlarniki bo'lib qolishniki o'zini nima qiladi? Men Alloh mushu oyat so'rini o'qishniki sababi bilan saqlaydi deb. Jazman zikr qilamiz biz Ibn Mas'ud roziyallohu ta'ala anhuning hadisini Lamma usriya bi Rasululloh sallallohu alayhi vasallam degan mushal bir hadis var. Shu Masabi sunnada Babul Miraj degan bab keladi shu oxirida inshaalloh shu yerda shu zikr qilindi. Chunki bu hadisning mazmuni mayaga loyiq emas. Ammo Imom Bag'viy rahmatullohi alayhi Masabi sunnada o'sha yozibdi. Ammo bu hadisning mazmuni bu yerga loyiq emas. Men bu hadisniki o'zini men Miraj degan babga shu qo'ydim. Bu yerda voy yo'qkan-ku. İmam Bag'viy'niki Misbah Sünnet degan kitobi yo'qkan-ku. Men Mishkatda osh kitobniki tuzitish deyapman deb qolmang deydi. İkinci fasl. Abdurrahman ibn Avf roziyallohu ta'ala rivoyat qilindi. Bu kishi Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamdan rivoyat qildi. Dedi Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam: "Mena 3 narsa var. Ershiniki tahdidi bo'ladi qiyomat kuni." Yani kıyamet günü erşiniki tehdit oldu degan Allah Teala erşiniki üstüde. Anda oğandaki bu üç neslik üzü erşinik tehdit olduğunu yani Allah Teala pek ehemmiyet verdi deyin gibi. Yani şu üzün közüneki aldı da boludu, dikkat kılıp pek muhim ehemmiyet verdi deyin gibi. O nemisi kavun birinci Kur'an. Kur'an şu en muhim yerde oldu. Kanda kılırsa Kur'an-ı Kerim bolsa mene hüccetli şudur. Bu Kur'an-ı Kerim bendiler bilen nima qiladi? Hüccetleşidi. Hüccetleşip bendiler bilen nima qiladi? Hüccetleşidi. Köydümü sana Allah Teala mene Allah'a rahmet kılıp kalsınğa mene Cibril aleyhisselam arqalıq Muhammed aleyhisselam'a Kur'an-ı Kerim düşüydü. Düşüygəndiki peki düşüymedi bunu. Sen şununki işçilikini okup, öğünüp, emel kılsın. Şu arqalıq nicatlık erişsin de düşüydü. Düşüygəndiki nakası sen neyim için bunu emel kılmadın? Neyim için iman etmedin? Neyim için şu bunca emel kılmadın? Muşunda rahmet kılıp evetken bolsa, evetken tulsa, dep, mene
amal qilib unmagan, iymon etqil unmagan, shu bo'yicha men ish o'qatlarini ash bo'yicha meni qilib unmagan kishilarga mushunday nima qilgan gap, meni muhokama qilishgan gap, davolashadigan gap. Meni Alloh taolo senga nima ish qilyapti deb. Endi yaxshi kishilar kelgan vaqt o'zi nima qiladi? Uni to'g'riliq men davolashadi degan, bandalar degan hammasi ham yaxshi kishi kelgan vaqtning o'zida mana o'chamizda buni bilan davolashadiki, ya'ni ya Alloh bu odamning o'zi yuqoriga chiqasan. Bu Allah, ya Allah bu adam o'zi men nima desam shu bo'yicha amal qildi. Men shu amal qilman deb bu odam o'zi har xil ishlarni qilib qoldi, g'arib bo'ldi, nima bo'ldi, jafo tortdi. Unda o'g'aniki bu odamning o'zini ya Alloh do'zaxga emas jannatga akirsa deb nima qiladi? Davolashadi. Mana Qur'oni Karim uchun bordir zohir ma'nosi va botin ma'nosi bor. Bu Qur'oni Karimdagi 3 narsa bor dedi. Bir bu, ikkinchisi ham amonat. Bu ikkisini o'tirib kelgan jumla mutariza bo'ladi. Bu yerda Qur'oni Karimdagi zohir ma'nosi bor. Ya'ni uchuq ma'nosi borki, mana hammamiz bunda qarsak o'qiy olmaymiz. Bir odam o'qisa anglay olmaymiz. Buniki zohir bir ko'rinishi. Uniki tajvidlab o'qish deganidek bu bir ma'no. Endi birisi zohir ma'no deganimizniki o'zi, ya'ni hammadan bila oladigan, hammadan shu umumiylik nima qila oladigan, bila oladigan. Inna nahnu nazzalna zikra fahal min mudakkir. Mana Qur'oni Karimda va laqad yassarnal Qur'ana lizikr fahal min mudakkir. Mana hammadan nima qila oladigan, men aslashga oson qildik. Anda o'g'ani Qur'oni Karimdagi ichidagi mazmunni aslaydigan odamlar bormi degan, men butun insonlarga nima qilgan gap, deyilgan gap. Anda o'g'aniki bu yerda men bilmabdiman, musulmon yo mu'min turib, o'qimabdiman deydiganga hech qanday bir nima yo'q, zohirchi, hech qanday o'zirchi yo'q. Meni yana bir ma'no, yana uning uchun ba'zi botin ma'no bor. Ya'ni yushurun ma'no borki, men umumiylik buni hamma inson, ya'ni umumiy xalq buni bilmaydi. Onun içinde hususi, alim ölüma, resmi takva, muttaki, resmi ilmi yetken, şu insanlar ne kıldıgan, bildiğin bir manalar var. Bu manalar var. Hem şu ne kılmaydı onu bilmeydi. Emniyette bir şu. Emniyette Kur'an-ı Kerim'deki, cık ayetindeki üzere, umumizlik bütün insana hitapkan boğandikken, hem insanlardaki üzdeki akli var, sevgisiga layık onu ne kılalı, düşünalaydı. Düşünamadım, ukamaydım degan iş kanal bir nersi yok insanların içinde. Hem de şunun içinde yine, hem mislemez, onun içindeki malum derecedeki has olan insanlar bildiğin bir mezmunlar çoğu var. Mesela Kur'an-ı Kerim'deki mucize ve onun bir ayet muteşabihat onu hem bilmeydi. Hem şunun ait olan aşınığa oşap gelen ayetler çok var. Ondan o halde bu yerdemde zahir ve batın məni var degen ki, zahir məninin umumisi gelmesi ki am. Bu halde onu sen ne için emel kılmadın? Hemmeden bilmeyen nemi yok. Kur'an-ı Kerim'de hemmeden bildiği düşünüdür. Yeni bir məni var. Yeni bir məni nemi o? Yani ayeti diyelimizde umumi halk bilmeydiğin, has halk bildiğin. O məni var. Anda o halde ölüm asıma onu kutulamaydı. Umumi halk yani alim bulmak için bunu da ne kılamaydı, kutulamaydı. İkincisi, amanettir. Amanet. Mene birincisi Kur'an-ı Kerim. İkincisi amanet. Mene amanetniki özü de Kur'an-ı Kerim'deki dersin okşaş kıldı. Çünkü bu amanet nayet mühim. Bu yerde amanet diyenlerin üzerinde bu nemini gözü tutulursa amanet diyen yani Allah Teala'nınki insanların üstünde olan hakkları, hukukları. Ve şunudaki insanlarınki birbirindeki üstünde olan hukukları. Yani bu neme o amanet. Benim üstümde başka bir adamın hakkı yitip kalgan olsa, hakkı var. Yani Müslümanların üstünde hakkı, erbilen ayağın oturursa hakkı hukuk, onu balı bilen atı bilen bala, hayvan bilen insan, yani hoşunu bilen hoşuna, onun başka, yani Müslümanlarınki oturursa da diyende hukuk meselesi çok var. Bu hukuk meselesi her birisi adam öz layığını nime kılışak gerek, onu ada kılış gerek. Allah manın hakkını mana uçup bergen nime der? Bu adam emin adam, hatırcam adam, yivamaydı, içivamaydı, oğulamaydı, tenivamaydı. Bunun öz layığını nime kıldı, ada kıldı da bergen çoğun neresi olan buldu. Yani bu en nime o muhim. En bakımı çoğu muhim. Üçüncüsü rahim. Yani rahimdeki nemesi tukkandakçılığı.
Yani rahim deganlikning o'zidan ayollarniki bal yotqishinki o'zini arabchada rahim deydi. Uni rahim deydi. Ama bu yerda rahim deganning o'zida bu yerda muzab mahsub, ya'ni rahim alqirib kelgan nima tuqqandachilik. Bu mana arshiniki tahdid turdi. Eng muhim yerda. Yani bu pek muhim deydi. Mana bu shu akuka, ağaçsının, atısı bir, anısı bir boğan, men muşu tuqqanlarniki öz içideki boğan münasebet, yani tuqqandachilik pek muhim. Kur'an'dek, amanetdek muhim. Ki, mene kişirip durdu. Ya ki rahim, ya ki her biri, her gününü durdu, kişirip durdu deydi. Hazırım kişirip atıdı hazırım. Ne mi der? Ela men veselenim. Bu yerde ela degen qaravaqda rahim degen gap buludu. Dikkat qilinglar, ala degan bu nima deymiz? Ala degan urf tanbih deydigan nima va nahvid o'qidik yani. Mana dikkat qilinglar, aga bo'linglar. Anda bir kishiki mana ulusa o kishi manga. Rahim shunda deydi. Manga ulusa, ya'ni qanday qildi? Atisi bir, apisi bir rahimdan chiqqan tuqqanning o'zi bir-birisiga ulashib, voy bormisida, qanday ahvollar deb bir-biriga mana shu eng tövini salomlashibdi. Xabarlashibdi, uning yuqorish bir-biriga hadiya qilishibdi, bir-bir ziyorat qilishibdi, uniki nimalar jib. Men mushundaq qilib bir-birisiga nima qilibdi, ulashibdi. Voy akam, voy ocham, singlim, ukam deb. Voy apam, voy dadam deb. Mushtaqan bo'lsa, bu kishiga Alloh taolo nima qiladi? Ulaydi. Ya'ni o kishiga ashtaqan bo'lsa, Alloh o kishiga o'zidagi rahmati, ne'mati va ihsonidan iborat bo'lgan bu ishni o odamga nima qiladi? Ulaydi. Agar o odamning o'zi ash bir tuqqanniki o'zida ulamay, o'changizni kichkina bir manfaatni deb bir-biriga zirilishib, urushib, may tortishib, ashda dushmanlashib qolgan bo'lsa, Alloh bu kishiga nima qilmaydi? Rahmat yo'q qilmaydi. Ya bu dunyoda, yo u dunyoda. Va bir odamiki kessa o odam meni nima qilibdi? Kesibdi. Yani benimle alakası üzüptü. Yani rahimden çıkan bir tuqqandachilik var. Bu tuqqandachilikning yüzünü bu adam ne kadar üzüp etipti. Kichkina bir narsa deb, yani o kichkina bir narsa deb üzüp etishlik yüzü bu yerde maddi, dünyavi menfaatinde. Ama dinni deb, Allah'ını deb olsa o bunu işitilmeydi. Müştakkan olsa bu kişinin Allah Teala ne kadar üzüp atıdı. Yüzün rahmetinden, inameden, rizkiden, salametçiliğinden, muşundak ihsan ve inamınınki üzünü hemen üzüp, o adamınki üzü rahmet kılmaydı, hemen üzü taşvadıdı. Taşlak o biçarınki turmuşu bu şu dünyada içiniş halet ödedemdi. Ben bu else İmam Muhyi Sünne, yüzdeki Şerhi Sünne diye kitabı da demek oldu, ravayet çok kıldı dedi. Hem de Şerhi Sünne diyen, şu Mesabi Sünne diye kitapniki müstendib olan İmam Muhyi Sünne'ninki nemesi o bir kitabı. Anda o anken benim üç narsa pek muhimken. Birisi Kur'anken, anda o Kur'an'ı nem kılışımız gerek, devamlı okup duruşumuz gerekken, şu boyunca hemen emel kılışımız gerekken, nime desi şunu kılıp, nime kılma degen boş şunu düşüyor, yanması için bu gerekken. Abdullah ibn Amr razıyallahu ta'ala rivayet kılın, dedi ol Abdullah, dedi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, dedi o Kur'an'ın ilgisi. Ve sahibi Kur'an. Hem de Kur'an'ınki ilgisi. Yani bir narsanın ilgisi degen gapning o'zida Qur'onga ilgisi chiqadi ya shu odam o'zi degan gap. Qarab olsa davomli o odam Qur'onni o'qiydi, yod oladi, meni hofizchi bo'ladi. Men o'sha odamga deyiladi, qandoq chog'da desa, shu qiyomatda yoki shu dunyoda o'qi. Qur'onning ilgisi hamda sohibi shu bo'lgan ekan. O'qi va o'rla. Men Qur'onni o'qish orqali seniki martabangni nima qil? Yuqori qil. Yuqorichu qil. İrtaqi, yartaqi, irtiqoan. Raqiya, yarqa, meni o'rladi degan gap, meni taraqqiyot degan gap aşağıdan kelgan gap. Taraqqiy qildi degan o'rladi degan gap endi. Ana o'diki sen Qur'onni o'qish orqali seniki martabangga, mana shu jannatga martabangga nima qilgan? O'rligin. Va rattil va oldirmaychi o'qil. Tartildan o'qi. Ya'ni shu har bir harfniki chiqadigan joyiniki o'zini chiqarib to'xtaydigan yani to'xtab, g'unni qildigan yani g'unni qilib, tajvid qoidasi bilan oldirmay, mushtaqcha o'qi. U Qur'onni o'qishda g'arrat o'qish. U to'g'ri, u Allohning kalomi bo'lganligi u tarafda hozir foyda bo'ladi. Lekin haqiqiy foyda u yerda bo'lmaydi. Chunki bu suvdak shu yilqi ustun tarafdan kelgan suvda sharrat o'qsa,
Onu zaten okanın payısı oldu. Lekin asası mahiyeti olan, onunki ruhiyeti olan, onun içindeki menzi düşünüp, şu boyunca huzur, halavet, iliş arkalık okuş bu olmaydı. Şuna Kur'an'ı okuşta aldırmayın. Böyle şunun için ne deyimiz? Arapça tilini öğünüş. Her bir mümin Müslümanlığınınki üstüge ne deyimiz onu perz deyimiz. Bu millet itibarına, dini itibarından Arap tilini öğrenişimiz gerek. Çünkü hemimiz malum Kur'an-ı Kerim Arapça tili, 7'si Arap tili. Ama tili anda olgandikin biz İslam dinine itikat kılandikin İslam dinindeki tilin Arapça tili. Anda onu bu tilini okuşumuz gerek, Kur'an'ı düşünüşümüz gerek. Hem de hazır günlük özü tercüme kılınıp gitti, vay deyilip gitti desehmi. Şunda bolsun şu adam tercüme kılıp şu adam dep bergendek o bir adam bolgandikin biz mi aşınaga nima qilishimiz kerak? Aşı bevasita Kur'an'ın özünü bilmen deydigan holat shu bo'lishi kerak. Qandaki bir sen mana dunyoda nima qilding? Aldırmay o'qiyding. Sen hozircha aldırmay o'qi deb mana bir peshta tarafdan mushtaqchu deb turdi. Chunki Nimiş okuyman, davamlıq okuyman, davamlıq aldırman yok, davamlıq mertebemni ilgiz kılıman dese. Çünkü seninki kıyamette, cennetteki ornun neymi doludu desen, seninki ornun, cayın, mene şu cennetteki cayın, mene ayetniki ahirde bolu değil ki, mene okuysan o ayetni. Şu okuyan ayetniki en ahire cennetteki mertebeniki en nemisi yukarıçı en tügeyteğen tarifi şühediçi buludu deydi. Onda o an için mene Kur'an-ı Kerim'de kança ayet var? Mene 6200 ayet var. Hem de 6000 ayetliği de bütün ölümalarımızın ittifakı bu okşar. 200'lüğü de hem okşar. Lekin 200'lüğünden cıhtan 200'lüğü ya 6200 ya 10 neçe ayet, 8 ayet ya 14, 15 ayet ya bazıları 6600 ayet deyildi. 6000 demiz ittifak. Yani muşda oğandikin 6000 neçe ayet oğandikin meni cennetteki aşı mertebede deydi ölümalarımızın deyişe müşahedis kısasen meni ayet kança oğan bolsa cennetteki mertebe şunçuluk deyildi. Onda oğandikin muşu Kur'an-ı Kerim'ni biz resmi okup aşında çıkırıp ahire gelişi okusak meni 6600 meni 6200 neçe degan aşı mertebenin en yukarısı çok bolumuz. Onda oğandaki Kur'an-ı Kerim'deki meni okuş arkalık biz muşu dünyada cennetteki aşı en yukarıya yetken çok bolumuz. Mene yukarımız mertebemiz yukarı olsun. Hemmeden üstün olsun. Hemmeden bana mene muşuda karısın desek o dünyada uçanın yüzü kanda kılışımız gerek. Muşu dünyada Kur'an-ı Kerim'ni kayta aldırmay muşda okusak anıdayken muşu derecegen imkanı mertebeye erişimiz deydi. Kur'an-ı Kerim'deki mandak kitap. Men bu ise İmam Ahmet ve Tirmizi, Abu Davud nima qildi ve Nesai rahmetullahi aleyhimlar rivayet qildi. Yani İbn Abbas radıyallahu ta'ala rivayet qildi dedi İbn Abbas dedi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem cazmen anda bir kişi ki yok şu kişiniki kosuğuda hiç qandaq bir şey yok Kur'an'dan. Men o nima deydi o? Men Müslüman deydi o. Men mümin deydi o. Mene şu kişiniki kosuğudan yani vücudunda bir Kur'an'dan hiç qandaq bir narsa yok. Yani emel kılış yok ya tefekkür kılış yok ya yad ediş yok. Mene muşu kişi kelsek nima o'xshaydi desek harap bo'lib ketgan bir uy o'xshaydi. O adam mene bütün nemisi musulmonligi, mu'minligi, taqvo, muttaqiligi harap bo'lib ketgan, vayron bo'lib ketgan osh odamchi bo'ludi deydi. Niyati shu. Vücudida Qur'on yo'q. Uniki Qur'on bilan amal qilishgan bunday bir narsa yo'q. Ya e'tiqodi yo'q. Mushtaq men musulmon deb o'tgan odamni qarab baqari. O'ziniki ahvoliniki qandoq ekanligini hammasi qarab, so'zi qarab, badani qarab, vücudu qarab, fikri qarab, o odamniki bir ishga qarshi ham qarab, tushunishi ham qarab. Hammasi nima vayron. Hiçbir to'g'ri ish yo'q. Nimishqa o odam o'zining havasi va o'ziniki aqli va o'ziniki shaytoniga yishidi. Şeytan anlayken bu harap oyunun üzüge ana qanday qiladi? Bir öy harap bolsa atrofdan aşı çang tuzan, şamal, bo'ron, chapqullar kirib o oyunun hammasi vayratib qotgan deb, men atrofdagi aşındaq yavoyi, ajda fikr, ajda eski adamning hammasi fikr kirib,
o adamni onu o'rlanib, o fikrlarni o adamni vayron qilib, undagi dinni chiqarib, ashta odat shu ekvatadi. Men bu esa İmam Turmizi ve Darimi rivayet kıldı ve dedi İmam Turmizi, men bu esa sahih hadisdir dedi. Ebu Said Hudri radıyallahu ta'ala'nın rivayet kıldı dedi Ebu Said dedi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Deydi Rab Ta'ala. Değil mi deydi o? Men şagalahu Kur'an en zikri ve mes'aleti. Bir ademi ki meşgul kılsa o adamni Kur'an-ı Kerim. Nimedin meşgul kıldı? Yani meni zikr qilishdan va mendan so'rashdan. Bu adam Qur'on o'qiyverib, shu orqali bu adam meni aslashdan, ya'ni zikr, tasbih va kazo etishdan. Shuningdek mendan so'rashdan, men duo qilib, iltijo qilib, mush ishni qilmoqda men, Qur'on o'qiyman deblar. Men mushunday qilgan bo'lsa, men beraman bu kishiga soillarga beradigan narsaniki eng kattasini beraman. So'rab kelgan adam, yani so'rab bana ani verse ilahim, man verse ilahim degan narsaning ichidagi eng yaxshisi bu odamga men nima qilaman, beraman deydi. Chunki men Qur'oni Karimniki o'zi savol, Qur'oni Karimniki meni o'zi nima u zikr. Men o'zi zikr. Yine Allah Teala dedi ki, men bu hadis kudusi. Allah'nınki kalaminiki meni fazileti, yani artık oluşu, insanlarınki başka sözüge nispeten, Allah'ınki özünki halkıga nima o'xshashdir, pazli bo'lgan o'xshashdir. Qanday Alloh taolo mana bu Alloh bilan maxluq insonlarni ishqini selishtirsak, mana bu selishtirib bo'lmaydi. Alloh degan noit nima u katta zot. Uniki hech qanday bir tarbiyada nima yo'q, o'xshashi yo'q, ne zotida, ne sifatida. Meni nimada, meni ismida. Anda o'g'andikin hech qanday bir o'xshash yo'q bo'lgan zotniki o'zi, mana bu insonlarga masalan Mada selishtirib qalsaqmı, hech qanday bir tarafda to'g'ri kelmaydi. Qur'oni Karim insonlarning ichida chiqqan har qanday odamniki gapi tubdan nima qilmaydi, o'xshamaydi, tubdan nima oliy ustun. Mayli har qanday professorni olib kelsin, har qanday faylasufni olib kelsin, har qanday yozuvchi, har qanday adabiyotchini olib kelsin, Qur'oni Karim bundoq gapniki o'zi necha ming hassa nima u yuqori. Qandaki Allah Teala o'ziniki mahluqotidan shunday kattachi bo'lgandek deydi. Yani demek nima degan gap bu? Yani Qur'oni Karimda siz nima istasangiz, hammasi shu bor. Unidan falsafa fikr islang, hammasi chiqadi. Adabiyot istasangiz ham chiqadi. Uning uchun hikoyachisiz qissa ham bor. Hamma narsa o'ziga olgan nima u kitob. Unda o'g'aniki bu butkul koinotni yaratgan bir zotniki so'zi. Unda o'g'aniki mahluqotlarniki so'zing oldin nima bo'ladi? Natijasi katta bo'ladi. Qur'oni Karim tashlab qo'yib, voy para pusur avu, mavu deb undaq qilish to'g'ri emas degandek. Meni bu esa İmam Turmizi Darimi va Bayhaqi Shu'abil Iman degan kitobda rivoyat qildi va dedi İmam Turmizi, "Ma hadis hasan g'aribdir" dedi. Endi hadis hasan g'arib degan gapni necha qata deyildi endi. İbn Mas'ud radhiyallohu ta'ala rivoyat qildi dedi Ibn Mas'ud dedi Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam bir adamiki o'qisa u adam bir harfni Allohning kitobidan bir dan harf o'qibdi. O'qan bo'lsa shu adam uchun bodur, shu o'qan harfniki barobarga bir yaxshi shu bor. Yani bir savobchi bo'ladi. Hasanatan. Bir dona güzel narsa bo'ladiki, o güzel narsa nima? Savob Alloh beradigan nima? Men savob eng güzel narsa. Men bu bir savobchi bo'ladi, bir harf o'qisa. Endi bir hasana bo'lgandan keyin, yani bir savob bo'lgandan keyin, o'chanimizda hasana o'ziniki 10, o'ziga o'xshaydigan 10 narsaning barobari bo'ladi. Ya'ni bir oyat, bir harfni o'qigan bo'lsa, bir hasana o'qigan bo'ldi, Qur'oni Karimniki baketgan ash usuli bo'yicha bir hasana keltirsa, men ja'abil hasharati falahu amsaliha, bil hasanati. Anda o'g'andiki shuniga asosan bir hasana o'qigan bo'lgandan keyin, bir hasanaga 10 qato o'qiganda bo'ldi. Anda o'g'andiki bir harfni o'qigan odam 10 qato, men 10 hasanaki savobini shu oldi eng to'van. Demayman deydi Peygamberimiz sallallohu aleyhi ve sellem. Men alif, lam, mim bu 3 harfniki o'zini bir harf demayman. Men deganim bu nima desa, alif bir harf, lam bir harf,
mimço bir harf. Anda o'niki bir adam Qur'on o'qiyman deb Bismillahirrahmanirrahim Qur'on oyatining ichida uni zodi 17 uncha necha harf bor. Endi odatda alif lam mim debdi. Degan bo'lsa, mush odamniki o'zi men 3 dona hasan oldi. Har bir hasana 10 mana o'qishi barobar savob bo'ladi. Unda o'niki alif lam mim degan shu 3 harfni o'qigan odam 30 dona nima oladi? Savobchi oladi. Mundaq narsandi. Unda o'niki Qur'oni Karimniki har bir mana surada mancha oyat bor deymiz. Her bir mana surniki harflari mancha deb mana 10 ming 100 ming deydi. Unda o'ndikin shuni asosan u odam ashta o'qib qolgan bo'lsa 400 ming 400 ming ashta nima bo'ladi? Savobchi bo'ladi. Qur'oni Karim degan mushundoq nima u? Katta bir kitob. O'qisak asli kitob, asli savob. Qolsak asli savob. Olsakchu texmi savob. O'rgansak asli savob. O'rgansakchu asli savob. Amal qilsak uningdan nima? Onu da yokur savab. Mana onu texi tafakkur qilsak texi u nima? U savab. Mushundoq kitob o. Bütün yaxshilik, bütün savobning markazi mana Qur'oni Karimga nima qilgan markazi ishga. Hatto bir harfni o'qib qo'ysak mana 10 harfni o'qidi degan savob bo'lgan gapandi. Bundoq. Endi bu o'qanning o'zi, Qur'oni Karim bu o'qanning o'zi, men ulug' oyda yoki ulug' joyniki o'zida mana birlashgan vaqt o'zi texmi nima bo'lib ketadi? Texmi cho'qib ketadi. Masalan, Ramazon oyida. Ramazon oyiniki o'zida bir odam bir yaxshi ishniki o'zini mana qan bo'lsa, u Ramazon oyidagi shu oyning hurmati bilan shu odamniki qilgan e'tiqodi ham qilgan ishniki o'ziniki Qur'on sunnatga uyg'un emasmi deganni qarta eng tovan 10 dan 100 100 700 million savob bo'lsa, ma Ramazon oyida uningdan nechasini bo'ladi savob bo'ladi. Va uningdan boshqa haram mutahhar, haramga berib o'qan bo'lsa, makon e'tiboran ulug' bo'lgandan texmini bo'ladi u yerda. Texim yuquruldu. Uçan üzüde, meni şoğa Ramazanniki üzüde, meni qandaq oludu bulubmu haramniki, işki haramniki üzüde, uqan aş vaqtın üzüde resmi o rayon, o yerdik insanlar resmi piriştenin ornu alıdı. Pirişteniki ornu alıp, o adam goya insan emescek. Bütün hem insanlarniki bir qavatkan işin net yüz yası oğandikin, hemmisi ruhani taraftan pur ip getip aşağı yelik nemedep, müşoylik suniki o nim kadar bütün rahmetin imre emmi qablab ketgan gap. Men o'qiyman mesela odatda bir o'qib qo'ysam 400 ming o'qish savob bo'lsa, mushta rahmat yaqin tursa. Yin bir odam o'qisa, mushtaqanda havo, mush atmosferaniki hammani Allohning rahmati bu yerda qaplab ketgandan keyin shu e'tiborda qanday qiladigan deyin shaytonlarning hammasi taqiladi. Kişilerden işini çok kılamaydı şeytan. Şu o işim tügepte emde dep kişilerden de işini kaçırdıgan gibi. Mında ulukçu ayemdi. Hem ulukçu cayemdi herem. Men bu ise İmam Tirmizi darimi rivayet kıldı. O dedi İmam Tirmizi mahidi sesi sahih. Gariptur. İsnat cihette dedi. Endi bu yerde gariptur deganligi o'zidan bu hadisdagi o'zi zayıf deganligi çok emas. Endi garipto deganning o'zi nechqata deyildi, bu garip hadis degan gap. Yine aynı zamanda bu garip degan gap yine hasan dedi hadisning. Güzel hadis hem sahih hadis edi. Garip deganning o'zi de Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın mahallisindeki o'zi fakat bir sahabe rivayet qilgan. Yani yalnız. Men bu itibarıyla anlık bu garip bo'lgan bo'ldi. Ya bir sahabe ya mazmuni yoki yine bir zaman ya azbaq lafzi o'xshab qolgan bir rivayet yok. Onda onu bu itibarıyla nima deymiz onu? Garip deymiz. Yani bu zayıf yoki bu yilki muttasil emas demakki shu emas. Bunga amal qilish uchun bo'ladi demdi. Shu nima dedi buni? Hasan ham Sahih. Sahih degan nima gap? Sahih Buxorining hadisi o'xshash degan gap ham to'g'ri. Haris al-Awar roziyallohu anhu rivoyat qildi. Haris o'tdim men masjidni qashida shu yutib qoldim. Masjidning ichida yutib qoldim. Yutib qolsam, shundoq o'sam odamlar meni cho'kib ketibdi. Bu odamlar bir ming so'zlar cho'kib ketibdi. Quruq gaplardi. Masjidning ichida vang oyis qilib quruq dunyoviy ishlarni shuni cho'kib ketibdi. Yani shu adam suni ichiga cho'kib ketganda hammasi masjidni unutib, u yer nima ekanini unutib, dunyoviy gapni qilib, ashtaqcho masjidning ichida o'tirib ketibdi. Shu yerda yutib qoldim. Yutib ketib, shunga Ali roziyallohu anhu qashib kirdim. Ali roziyallohu anhu qashib kirib, bu zotga bu ishni xabar berdim. Xabar bersam dediki, "Avaqat ta'aluha."
aya inson mush ishni qilibdimi, masalan ish turib ashundoq dunyoviy ashundoq mana to'g'ri bo'lmagan gapni ashundoq quruq parangni qilishib ashundoq qilibdimi bu yerda bu insonlar dedi. Degandan keyin dedim men ha ashundoq qilibdi bu insonlar desam, Ali roziyallohu taoloni dediki, ama dikkat qil. Mesela ayrım dikkat bilan angla, dikkat bilan şu zihniniz jih. Cezmen men anladım ben Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de deydim. Ela innaha setakunu fitnetun. Dikkat qilinglar, hey Müslümanlar. Cezmen qissa uzoq qolmay pit pasatlar bo'ladi. Bu yerda fitnatu degan gapniki lazizi bir qancha qatim bu yerda deb o'tildi. Fitne degan gapning o'zi asli sinash. Bu fitne degan gapning o'zi asli ma'nosi sinash, ixtibor, imtihon deydi. Men mushu ma'noda keladi. Ammo unidan boshqa, masalan azob, balo, musibat deganidek hem yaxshilik hem yomonlik deganidek bir qancha ma'noda shu keladi. Kelgandiki bu ma'noniki o'zini biz ash maqom qarab nima qilamiz u yerda? Yani aşo hem buzuq ish, hem haram ish, hem gunoh ish degan ma'nosini keladi. Shu maqom qarab andiki bu ma'noni shu aytamiz. Men uzoq qolmay pit pasat olib keldiki, o'shunda xato, haram, to'g'ri bo'lmagan, islom dinimiz to'lmagan munkar ishlar cho'p ketadi. Nochiq ketadi deydi. Degandiki dedim men deydi Ali roziyallohu taoloning payg'ambar sallam, "Men mahraju minha ya Rasululloh." Nima unidan chiqish ham shunda bo'lsa, fitna bo'lib ketdi degandiki, umumimizni qoplab ketdi degan ekan. Müslümanlar cemiyetining ichida umumimizni qoplab ketgandan keyin, unda bo'lsa buning ichida qanday qilib chiqa olamiz, chiqish yo'li bormi? Desem, Peygamber dedi ki, Allah'ın kitabıdır. Siz Allah'ın kitabı olan Kur'an-ı Kerim nemi degan bo'lsa şunu eslasınız. Şu bo'yicha amal qilsiniz. Şu bo'yicha ish harakat, tafakkur, hamma narsangizni shu bo'yicha qilsiniz. Shu chog'ning o'zida pitib pasatib qutulib, u chog'ning o'zida musibat va qazo, ashunda harom ishdan nima qilasiz? Saqlanib cho'q qolasiz. Bu. Mana Qur'oni Kerimda bordir. Anda bir kishilarniki xabar varki sizning oldingizda. Mayada nabavu maqablakum degan ma degan ism mavsul. Men ma degan ism mavsul ham aqil ham g'ayri aqil uchun keladi. Shu mayada ma degan men ma'nosida. Unda o'likin anda bir kishiniki xabar varki sizning oldingizda. Sizningki oldingizga o'tgan ummatlarning nimasi va ularning uchun xabari var. Xabar uchun uni qissa hikoyalar uchun bor. Shuningdek sizning keyingi kishilarniki ham nimasi va xabari var. Yani o Kur'an'ın içinde, yani şu işte ne oldu Kur'an-ı Kerim, sıldaki kelgan ümmetler hakkında Kur'an-ı Kerim içinde haber verdiğin bir mühim ahkamlar çok var. Öyle sıldaki oturduğunda hüküm kıldığın nesin hükmü var Kur'an-ı Kerim'de. Talışıp kalsana, kanda hukukatı tapasana Kur'an-ı Kerim'in üzüdü var. Bunu hal kılışın usulü Kur'an-ı Kerim. Yani Kur'an-ı Kerim paslıdır. Pasl degan paslar yapsil pasl degan ori degan gap. Bu yerda bu pasl degan gapning o'zi belki bu masdar bo'lsin-mi, lekin bu ism. Bu yerda Qur'oni Karimdagi bu alif lam keldi, bu yer balog'at jihatdan jiq ma'no chiqadi. Undan o'g'andan bu aslida xabarning o'zi nekir keladi. Nekir kelmay xabar kelgan, mag'rib kelgan vaqtda hasr chiqadi. Ya'ni hasr. Ya'ni Qur'oni Karim faqat nimadir? Pasldir. Ya'ni haq bilan nohaqni, xato bilan to'g'rini oriydigan birdan bir narsa nima? Qur'oni Karimni boshqasi nima qila olmaydi? Halqchu qila olmaydi. U bitarafchu qila olmaydi deydi. Men tasl degan shu ilqlam kelgan ma'no chiqadiki, emas bu Qur'oni Karim chaqchaqchu emas. Bu ta'kid. U Qur'oni Karimniki u degan hukm, degan ahkomning o'zi bundoq bir og'zida bundoq deb qo'ygan gapchu emas. Bu nima? Qur'oni Karimning ichidagi chiqqan har bir hukm, ta'limot va hikoya qissalarniki o'zi bu nima o? Aynan Alloh taolo rasmiy ko'ngil bo'lib, ya'ni deydi tushundirish uchun rasmiy ahamiyat berib nima qilgan nima o? Tushgan Qur'oni Karim. Bundoq bir harfni, bundoq bir so'rni yoki bir oyat bundoq deb qo'ygan narsa emas Qur'oni Karim. Endi bir odamiki tark etsa u odam Qur'oni Karimni qilibdi, tark etib amal qilmabdi. Va Qur'on degan, nima shu ming yilning oldingi gap, ko'ni gap bu uni deb mesela. Men musulmon, bu kofirning ustiga gap emas. Kofir zot Qur'onni o'lmaydi-ku. Mushrik uni yetdi emas. Men musulmon deb turib deyotgan gap ma'nosi emas. Mana bir odam Qur'onni Karim men musulmon deb turib, Qur'oni Karimniki shu undaq aloyitlik bo'lgan Qur'oni Karimni qildi, tark etdi, amalchi uni unmabdi. Nimada unmabdi? Min jabbarin o'zini cho'v tutib unmabdi.
Kibirlikten. Allah Teala o adamga azroq bir ilm, ya bir qobiliyat, talantni bersa, u shuniki aql, shuniki shu oldinib ketib, o Qur'on qarab bo'lsa, bunda qarab bo'lsa, o'z bilmagandan keyin u qarg'a bo'lgandan keyin. U qarg'a odam u binas bilmasa, u kishi ko'rinib qoladi-ya. Ama unda o'g'andiki shunda o qarab binas qarab bo'lsa deb ketib qolgan, tafakkur qilib ketib qolgan, bir muncha odamni deb og'ida ayishib ketib qolgan, gaplar bundoq deb ketib qolgan. Unda bo'lgan bo'lsa, men ravus odam ekan-ku, unda Qur'onga mening ehtiyojim yo'q, meni bundoq fikr o'ylab Qur'onda gap qila olmayman deydi ko'nglida. Men mushi sababda Qur'onni Karimga amal qilishga tark etgan bo'lsa, men Alloh taolo bu odamning qadida uni sundiryapti, vayron qilyapti. Qasama degan yo'l daraxtniki o'zini bir qasdiqda ustini sundiryotganning o'zini ashtaxcha sundiryapti. Ammo u odam nima nar esilib yurib nim qiladi? Ammo yo'l daraxtda, ammo oxir kelgan vaqtimizda asta qing'aytib biroqni sundiryapti. Uni lekin qanday qilib sundirib, uni do'zax kirdi. Do'zaxchi akiribdi. Bu ma'ni ya bo'lmaydi, u ashtaq qilib qolgan bo'lsa, ya duo batmavi. Men ashunda qilib Qur'oni Karimni degan bo'yicha amal qilib unmay. Va yo'qa din bilan nemishimiz, u dinga hozir pandemiyaning zamoni, yana shu gapni qilaveradi. Endi haqiqiy musulmon unda demaydi. Men musulmon deb turib, mushu Uyg'urcha gap qilib turib, mushu namoz o'qib turib, men musulmon deb turib deydigan bir turkum insonlar bor. Bu jamiyatda umuz o'jib ketdi hozir. Bo'lib mazir davrining o'zida. Mana ashunda qilibdi. Ashunda qan bo'lsa, Alloh bu odamni vayron qilsin deydi. Amaliyat vayron qiladi. Duo bu, duo ma'nosi chiqadi. Allah bu odamni vayron qilsin deb Payg'ambar duo bat qildi. Amaliyat vayron bo'lib ketdik. Qur'onga unma, Qur'onni g'ayri ungandan keyin amaliyat nim bo'ldi, odam vayron bo'ldi endi. Vayron bo'ldi, o'zi uqmaydi uni. Men nima deydi? Men madaniyatlik, men fikri adam, men professor, doktor deyishib, uni lekin deb shayton uni oxiri tas puylab, uni qapisi Qur'onni deb qo'ygan, Qur'onning usti deyilgan tabliq ahkomlarni anglab olmay, uni usti o'qib olmay, ha yo'q, bizning qo'limiz yesib qo'ysa deya olmayman, ko'ydan bir mincha adab to'g'adiki deb o'ltirib, shayton taxiyib puylab, men mushunda qilib o'zi vayron qildim. Amaliyat shu. Ashdan odamni qarab baqili, oxirida qanday o'ldi. Bir odamiki talab qilsa o odam, meni nimani dog'dam yo'lni. Shu islom dinining Qur'onniki g'ayrida. Qur'onniki g'ayri talab qildi. Qur'on bizga bo'lmaydi. Qur'onniki g'ayri bo'lgan. Qur'onniki o'ttirib qo'ygan mush ahkam, mush davlat tuzumi, sistem va uning boshqa fikr, tafakkur va uning boshqa mana mush oila, tuzum, qonun hamma narsaning o'zida Qur'on bo'lmaydi. Qur'onniki g'ayri bo'lgan mush demokratiya yoki professor yoki nima Rasul degan ashu nimiz var yozg'uchi. Ya u, ya bu amdaylik Darwin, o Marx degan o zot kafir, uning nimasi deyman. Mana ashuni fikr o'tdankan. Shu narsani qilsak, shu bo'yicha biz sharkat etib borsak, lekin hozirgi g'arb dunyosida taraqqiy qilib, ravusubdan bo'ldi ekanmiz-ku deb ashta qiladi ekan. Bu kishini Alloh taolo nima qiladi? Ozdiradi. Zot ozdirib esib ketgandi. Esib ketgandan keyin shu o sistemniki o'zi, u aki cho'qingan, shundan yosh ko'rgan sistemniki o'zi zodi u xalqniki nima qiladi? Ozdirib vayron qilib, kim g'arbniki o'zi biz hozir ko'rinishda o pul jiq bo'lgan bilan, uningki ma'lum jihatdan o'zining turmushini o'bdan qilib bergan bilan, ammo ikki tarafdan vayron bo'ldi. Uningki ma'naviyati ish yo'q. Ammo uningki hokimiyati bir kadar baldırrak oğunu verip ulan Müslümanlar g'alablat qo'yib yoki qilib, men ashunda qilgan bilan uningki ishki jamiyatga qarab baqsak rasmiy vayron bo'ldi. Rasmiy eziqlik, insonning qalbidan chiqiqlik ulan. Chiqqandiki buni nima qilganiki buni Alloh ashuna erishib qolmagan buni ozdirib. Uni ozdirib bu ishniki hech ishi o'roq topmaydi. Ani qilib boqman, mani qilman deydi. Voy demokratiya bo'yicha, mesela sotsializm yoki liberal yoki o'g'azay deydi. Buni ona ish aplashmaydi. Aplashmak kunga vayronchi bo'ldi. Bunda qoldi deydi. Mana bu Qur'oni Karim Allohniki mustahkam chin og'amchisidir. Unda o'zikim men Allohga ergishman. Alloh nima desa, men shu bo'yicha qilgan kishi deydi ekan. Sizni Allohga opirdigan, Allohning rizoligiga opirdigan, Allohniki mana yaxshi ko'radigan ishga opirdigan birdan-bir mustahkam narsa nimadir? Qur'oni Karimdir. Mana bu Qur'oni Karim hikmatlik nimadir? Zikrdir. Yani zikrul hakim.
O bir esletiştir ki hikmetlik. Yani hakim her kanda bir nesinin özünü Kur'an-ı Kerim okuyan olsa şu adamın gözünü esletişten başka o adamın hikmet, parapusur, doktor hem nesindeki sır nesini çok bildiği çok kuvvetli değil Kur'an-ı Kerim. Yani Kur'an-ı Kerim nemedir? Tüp düz dağdam yoldur. Doğru yoldur. Kur'an-ı Kerim Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim şunda bir kitaptır ki bu Kur'an bilen hevesten yapıp ketmeydi o insanlıki iştiyahi ve onunki talebi ezip çok ketmeydi. Meniki Kur'an-ı Kerim bilen şu ne mi degen bolsa şu boyunca amel kılman degen bolsa o adamniki hevesi, o adamniki fikir ve hakaza talep. Ahva degen gapni üzemede hava emas. Yani o adamniki iştiyaki, muhtazası, talebi şu Kur'an bilen ne kılmaydı o ezip çok ketmeydi. O adam Kur'an-ı Kerim bilen bir narsa talep kılıp, bir daha Kur'an-ı Kerim'deki iştiyakını bir işle kılırken her gün o adamniki bu fikri, tefekkürü ve o adamniki şu hissiyat neskelerini ne kılıp ketmeydi, ezip çok ketmeydi. Ve yine Kur'an-ı Kerim bilen tıllanıp kılmaydı o, arışıp çok kanmaydı. Yani Kur'an-ı Kerim bilen bir adamniki tili, yeni bir adamga, ya maayetniki maayetga, ya ki Kur'an-ı Kerim insanniki ayetli sözlerge arışıp çok kanmaydı Kur'an-ı Kerim. Nay uçuk. Ve toymaydı bu Kur'an-ı Kerim'de hakiki muttaki alim. İlim boğan adam Kur'an-ı Kerim'de ne kılmaydı? Toymaydı. Kur'an-ı Kerim okus kirip, onun içindeki ilimni bilgis kirip, muşundak ne kıldı o? Munda bir kitapçı o dedi. Her gün toymaydı dedi. Mine Kur'an-ı Kerim'deki üze konrap ketmeydi Kur'an-ı Kerim Rab'ninki köpligidir. Yani onu kaytırıp kayta okuşunki köpligidir Kur'an-ı Kerim okumaydı konrap çok kanmaydı. Okuğanç kelip. Mesela Kur'an-ı Kerim'de başka olan her kanda adamın kitabını okusak iş geçse bir ya iş okusak bol diyor. Kalımız okumuz mükemmel. Ama işte okuyantıdır. Ama Kur'an-ı Kerim'de şu ne kata okusak elhamdülillah en çok okuyumuz. Elhamdülillah bir mümin Müslüman olan adam şu bir keç gündüzün üzerinde namazı ne çıkartım için okuydu. Okuş geldi ben ya çok okup gittim demeydi. Onun da başka şu hem ayetler çoğumuşunda. O yine tügep ketmeydi Kur'an-ı Kerim'deki acayip nimeleri, mucizeleri çok tügemeydi. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın zamanında o bir xil mucize gösterken bolsa, onu da keyin bir xil mucize, onu da keyin bir xil. Bulup mu hazır davrda? Bulup mu hazırki ilimden terakki kılgan, nur davriniki üzü kadem koygan, muşunda uçur davriniki üzüde karap baksak mı? Yine Kur'an-ı Kerim yine muşu davrinin üzüde yine toxtap kalmayın, hayran kaldığın neyse yine adamını hayran kaldıp onun aldı düşüp tuğgan. Hemmeden bu kulüm degen gap bu. Biz 15 yıl, 20 yıl, 100 yıl tatbik tutsa bir gapni çıkarsak bu Kur'an-ı Kerim'de bağ emasken, bağken o deydiğin gibi. Bu Kur'an-ı Kerim oturup koyuvatkan malumatı uqsaq anlayabiliriz. İlim penniki, terakkiyat, o her bir penniki nemizde uqsaq anlayıp düşün anlayımız var ki. Kur'an-ı Kerim şunda bir kitaptır ki, yetamedi, yetmi yanmedi cil. Anlayan adam ne makamede, yanmedi, ol bir zamandaki anladı cilla şu Kur'an-ı Kerim'de. Kur'an-ı Kerim anlayan vaktin yüzüden cillanın yüzünü pahmedi, onu da yenip pahmedi. Yenip pahmayı ne dedi? Vay bana Kur'an-ı Kerim anladı, yanılmayız demezse, hatta ki dediler, ne mi dediler olar? Olar dedi ki, Kul ohiye ileyye ennehu samâ neferu minel cini fekalu inne sem'ine Kur'anen ecebe. O da dedi ki, ne mi dedi? Allah biz Cilla dedi ki, cezmen biz anladık, acayip bir Kur'an'ı anlavatımız ya bu. Bir Kur'an ki, Adem'in hakkını hayran kaldırıvatılan, fikrini her kadar hayran kaldırıvatılan bir Kur'an'ı anlap kaldık ya bu. Acayip bir Kur'an ki o dep gitti. Anlap git derhal yanmay, bu neymidir, bilamıdır demezsin, onu bilip, düşünüp, onunki içindeki acayip, garayip fikirlerindeki üzere hayran kaldırıvatılan dep gitti. Yine dedi ki bu Cilla, Yahdi yine Kur'an anlapla öz tabii tadılmış da dep ketken gibi. Ki o Kur'an'ın özü rüştki başlayıp gelemez mi? Hakikat dağdan doğru yola başlayılan Kur'an kelimesi mi? Dep gitti. Şununla biz o Kur'an-ı Kerim'de kıldık, iman çok ettik. وَلَنْ نُشْرِكَ بِرَبِّنَا اَحَدًا. Anda o andaki bizim Rabbimizge hiç kanda bir kişinin kılmayız, şirik keltirmeyiz dep, benim bu cinla müştakçı dep gitti bu Kur'an-ı Kerim'deydi.
Yine Peygamber deydi ki bir adamiki degan bo'lsa, o adam Qur'oni Karimdagi gapini degan bo'lsa. Qur'oni Karim bo'yicha gap qilgan bo'lsa, Qur'oni Karim tabliq qilibdi. Qur'oni Karim bo'yicha o'rgatibdi, qilibdi, yapti, ishibdi. Men mushtaqqa bo'lsa, u rahchil adam bo'ladi. Bir adamiki amal qilgan bo'lsa, o adam shu Qur'oni Karim degan bo'yicha amal qilgan bo'lsa, unga nima beradi? Ajr beradi. Mana Qur'oni Karim. Va bir adamiki hukm qilsa, o adam Qur'oni Karim bilan hukm qilibdi. Ya'ni Qur'oni Karim nima degan bo'lsa, shu bo'yicha hukm qilib, o'chanizda o shaxsiyatchi, o'cha tarafbaz emas. Men odil lillah turib Qur'oni Karimniki o'zida hukm chiqib, bu odam nima qilibdi, hukm qilgan bo'lsa, o'chanizda rasmiy adolat bilan bo'ladi. Adolat budur. Bu adolat bo'ladi deydi. Men bir adamga qilsa, o adam, ya'ni bir odamni shu Qur'oni Karim qilsa, qanday qiladi? Meni boshlandi u odamni dag'dam yo'l boshlandi. Ya'ni bir adam yine bir adamı Qur'oni Karimni degan bo'lsa, "Ey Qur'oni Karimda men Alloh mundoq dedi, undoq qiling, mundoq qiling" dedimi? Degan bo'lsa, meni bu odamni to'g'ri yo'l boshlandi. Ya'ni u odam qilayotgan ish to'g'ri deydi. Ya'ni demak, men Qur'oni Karim mushundaq xususiyatga ega kitob bu. Unda o'ylaydi ekan, mushundaq butun fasod, vayronchilik, mushundaq xalqlar har xil mushundaq gunoh ma'siyat, qolsak ko'ryapmiz. Uy kirvasak asiba, qo'limizda asiba, sirtga chiqsak asim, mangsak asim, ishlasak asim, mushunda bir zamonda qanday qilish kerak? Men mushunda xususiyat ega bo'lgan Qur'oni Karimga aniq esilsangiz, shu vaqtning o'zida bundoq fasoddan, bundoq vayronchilik, bundoq bir musibatdan nima qilsangiz, saqlanib qolasiz. Chiqish yo'li uchun mushu. Faqat Qur'oni Karim degan. Endi o'ylaykin, Qur'oni Karim mush ekan. Qur'oni Karimniki o'ziga mana hammamizga ma'lum 114 sura 6000, ya'ni 6200 yoki 300 oyat. Men mushu oyatning o'zini men uniki ma'nosini aytib, o'qib, bilib tushunishda bir yani emas. Ya bir taraf emas, umumiy hamma tarafdan xulosa tushunadigan bir qobiliyat bo'lish kerak. Oniki to'g'ri ma'no chiqalaydi. Oniki to'g'ri hidoyat bo'la oladi. Bo'lmasa uchun bir oyatni tutib olib, yeni bir yana tashib etib, yeni bir oyat tutib, yeni bir yana qarib qo'ygan bo'lsa, u chaqda ozg'un. Uçağın özü təhrib, uçağın özü Yahudi Nasaranınki xüsusiyyəti bu çox fazla. Şuna bayram buludu, şuna azaplıdı, şuna anadaki tatmağan küllərini tatip, köyməyən müşündə ikinci əhvalanı gördüğün çıxıdı. Bu demək o, bizdeki Müslüman dünyası da, İslam dünyası ki, Müslümanlarınki hapılıq müşahidiki vardı. Fakat ya bir tarafı bir ayet tutu vardı. Onun məzmun ait olan 7 ayet, başka yerde ayetler var. Çünkü Kur'an-ı Kerim'in kıldı, bayan kıldı. Yedis Kur'an-ı Kerim bayan kıldı. Bu bir nime o? İttifak gelgen bir usul. Hem Kur'an-ı Kerim değilgen nime o? Böyle bu nime kaide. Bunu müştak kıldı. Bunu karıp koygan anadaki onunki mezmun okup olamay. Onunki Kur'an'ı esildim deydi o. Ama bununki mensi hükmü bu adamını düşüngendek emez. Yine bir ayet var o yerde. Yine bir qancha ayet var. Ya hadis var. Bunu selep. Şunu da selepte qandaq düşen ekan. Bunu koyulmanız mufassirlar nima degan? Bu ma'ni qarmay, zohiri qaraqlar tarjim bo'lganiga opirib tutib shuni hukm qilib, shuni o'nda haq tabliq qildim deb Qur'on qilmasa olmaysan kofir, bo'lmasa olmaydi, etmasa olmaydi degandik. Ha shunda qo'shaydi bechor adam vayron qo'yib, ani o'zim vayroni, xalq vayron qo'ydi degan. Bu bunda qilsa Qur'onni kirib buni burmoqlik. Bu çok qilmoqlik, bu to'g'ri emas. Muaz'ın Cancuani radıyallahu ta'ala rivayet kıldığı Muaz dedi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir adamı ki o'qigan bo'lsa o adam Qur'oni Karimni o'qibdi. Endi bu Qur'oni Karimni o'qishniki o'zi bu yilki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemniki o'zi bu xat yezib o'qiyamaydi. Ummiy. Ama yüzü müştaktırlığın ümmetninki özünü o'qishga nima qildi, rag'batlantirdi. Talabul ilmi farizatun ala kulli muslimi va muslimada. Talabul ilmi farizatun minal lahdi ila lahad degan nima? Hadisi var. Yani bu to'g'ri hadisi var. Yüzü müştaktırlığın men o'qisa, men bilsa, o'qisa degan gap meni xatni o'qib bunda qilsa degan gap, ammo o'zi bilmaydi. Men mushundaqdagi ummatni nima qildi, mushunga qiziqdi. Anda o'g'il ekan, Qur'onniki bosh tushgan oyatni o'zim iqro'ana, bu o'qish nima o muhim.
u xiyol bilan, tafakkur bilan, bu hissiyot bilan undoq bir din emas u. U yerda kelmaydi. Siz Qur'onni o'qiysiz, tushunasiz, amal qilsiz, andiki bu o'qish bo'lgan bo'ladi. Mana bir odamki Qur'oni Karimni o'qigan bo'lsa, uningki ichidagi narsaga amal qilgan bo'lsa, qanday qiladi? Mana qiyomat kunida shu odamniki ota-onasiga bir tojini kaydirdi. Tojini kaydirildi deydi. Ya'ni podshoning tojisi bor-ku. Podshoning bu toji, oltin toj. Mana har xil ziynat, marvoyat, har xil marjonlarni shundoq qilib shundoq nimani kaydirgandek, mana osh odamninki shu ota-onasi, otasi opasiga qiyomat kuni shu tojini keltirib, shu qiyomat kuni butun insonlarning podshosi bo'ladi deydi. Endi bu yerda zohirda amaliyotda rost shundoq qilinishi mumkin u dunyoda Alloh mushtoq bir tojini kaydirib, yoki bu bayda buning yeni bir ma'nosi bo'lgan. Ya'ni toj kaydi degan nima degan gap? Podsho bo'ldi degan gap. Yani şu dünyanınki üzerinde men muşu adam balası okutib mana yaxshi adam qildi, Qur'onni o'qitdi, Qur'on o'qiydigan, amal qilgan bo'ldi. Ko'rdingmi? Men muşu ota bilan muşu apa muşlik vasila bo'ldi. Ma podsho bo'ldi. Siz mash adamning nima degan bo'lsa bu ish qilinglar. Chunki bu ikkisi dunyodami mana yaxshi ishniki qanday ekan bilib turib o'zi qilgandi. Unda bu odamning ayishini bu Kasilab puravlığına ve parça olsun deydiğin gibi. Yani bunda onu diyen mərliyini çıkıldı. Anda o anı bunu kartta mene bağlı bir akımızda ok düşmesi pek mühim. Mene bu tacınınki nuri, kuyaşınınki nurdun pek güzeldir deydi. Dünyanın öylerdeki mene kuyaşınınki nurdun mu? Limon güzel. Mesela dünyadaki öyler koyaşın nuru şunda akışı vallahi şu akıbı öyümüzün içine toğru mesela tonukten. Ama şunda koşar şunda apbaylı olup gidiyor. Ama bu tacidi kaydıgan bu taca onun da neticesinde güzel. Eğer bolsa şu tacının üzü sildi bu kalgan bolsa. Onun da ne bolsa o sildi olmaydı. Bu kalmışlar güzel. Temel zannukum billezi amele bihi. Onda o andikin Mene o'qigan, balası o'qitgan adam ashta qo'ygan ekan, sen nimadir seni gumoningki, seni gumoning anda bir kishiga amal qildi, o kishi mush Qur'onga o'z bevosita amal qildi. Mene bolalarni o'qitgan odamga, balvaqsini o'qitgan odamga Alloh mushta toj kaydirib, mushta tojini mene ashu berganda ekan, balvaqsini o'qitgan odam mushta qo'ygan ekan, ammo o odamning o'z o'qib, o'z amal qildi. Uçağınızda bu adamın qanday mukofot verir Allah Taala. Senin gumonun qandaqdir? Senin fikring deb baqinglar deydi Peygamber. Yani balası o'qitgan adam mushuna toji berib, mushuna martabaga erishgan Allah, ammo o'zi o'qib, o'zi amal qilgan uchun uni katta amalchi berdi. Katta narsa berdi undan deydi. Men bu esa İmam Ahmed Abu Davud rivoyat qildi. Meni Uqbat ibn Amir'de rivayet kılındı. Dedi Ukbe anladı mı Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'de deydi. Eğer kılıngan bolsa Kur'an-ı Kerim'ni ihab kılınsa. Yani ihab diyen gapniki özü asli yol teri. Muş açlamagan teriniki özünü ihab deydendi. Yani Kur'an-ı Kerim'niki özünü yani bu yerde açlamagan terim değil de asli şu ama açlamagan terinin ismi mutlak teri cilt. Mənasını çok kelidi. Eğer perzen Kur'an-ı Kerim'de bir terig kılınsa, yani terig yazılıptı. Terig yazılgan bolsa, şu vakti özü terig yazılıp tane. O kağıt binasım yok. Ondakin bu Kur'an-ı Kerim'nin yani yazılgan, terig yazılgan bu Kur'an-ı Kerim'nin otta taşlangan bolsa, taşlansa köybeydi o Kur'an-ı Kerim. Deylendi. Yani Kur'an-ı Kerim ameliyette bu mənindeki özünü ölümalarımız şuna deydi. Yani Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında şundaktı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında bana uçanlık üzerinde yazılan kağıt binası yoktu. Şu terige onu bunu yazdı. Onda o anki şu vakti üzerinde müşrikler ne kılıp ölçülüp mesela köydeki vakti köymeydi. Çünkü köymesindeki üzü bu Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem mucizeydi. Şu çağ şundak çok boğandı. Dep mundak nima qildi? Tafsir çok qilgandi. Endi yeni bir ma'no, mana yeni bir ma'noniki o'zi bu nima desa, o'chan o'zida mana
bir odamniki Qur'onni bir terning ichida qolgan bo'lsa, u o'tga tashlansa, u ko'ymaydi degan gap. Ya'ni bir odamning qalbida, vujudi Qur'onni Karim bor ekan. Uni yodi bo'ladi ekan, yodibdi, o'qibdi, amal qilgan bo'lsa, mana shu odamniki shu vujudi do'zax o'tsa ko'ymaydi degan cho'p gap bo'ladi dedi. Yana birisi bu Qur'onni Karimniki mana teriga yezilib, o'chan o'zida mana o'tga tashlansa ko'ymaydi degan gapning o'zi bu nima bu bir nimasi bu yana tushuntirish. Ya'ni agar Qur'onni Karim shunday bir katta kitobki, u katta kitobniki kattaligidan agar shu yana bir teriga yoki bir lattaga bir narsa yezib qog'ozga bir narsa yezib ashtaqan bo'lsa, asli uniki kattalik qargan vaqtida asli o'tchi ko'ydilmasi kerak. Qandaki bu to'g'rilik men Qur'onni Karimda nima var? Bir menimcha yana tamsil nima var? Yana Qur'onni Karimda yana bir qancha oyat var. Walau ja'alnahum men bu oyatida law anzalna hazal Qur'ana ala jabal. Agar farzan ba Qur'onni biz taq tushirsak, nima qildi? La ra'aytahu khashiya mutasaddiya min khashiyatillah. Men bu Qur'onni Karim asl moyitini men mushunda Qur'onni Karim bo'lgandan keyin agar taqqa tushgan bo'lsak insonlarga emas, tog'ning o'zi Allohni qo'rqib qanday bo'lib ketdi, mushda bo'lib ketdi degandek. Mana bu aytishning mazmuni ma, ya'ni mushu. Ya'ni asl Qur'onni Karim asl moyiti qarg'a vaqtimizda, tabiat qarg'a vaqtimizda men qog'oz bilan yozib bo'lsa, aslida mushda nima qilmaslik, men ko'ymaslik. Asl bunday bir kitob bu degan gap. Ali raziyallohu anhu rivoyat qilindi. Dedi Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam, bir odam o'qigan bo'lsa, u odam Qur'onni Karimni o'qibdi. O'qigandan anadikin dumbisiga, ya'ni zohir, ya'ni u odamniki o'zi, ya'ni dumbisiga qilibdi u odam u Qur'onni. Ya'ni qalbiga, ya'ni zuhr, ya'ni u odamniki zohirga, meni qilibdi-ki, men zohiri qilish orqali bu odam o'qigandan keyin qalbiniki zohirda, ya'ni zohiri o'qib bergan. Mushtaqchu bo'ptiki, ya'ni yodib, mushtaqdan bo'lsa, o'chaning o'zida u odam meni zohirda amal qilib, zohirda ko'rinib, ashundaq amal qilgan, o'qigan o'zi ashtaq qilib, undan keyin halol deb e'tiqod qilibdi, amal qilibdi, u Qur'onni Karim halolga. Va harom deb amal qilibdi, u Qur'onni Karim harom degan narsaga. Mushundaq bo'lsa, u kishini Alloh taolo jannatga nima qiladi? Kirgizadi. Jannatga kirdi. Va qutqizadi, meni shafaat qiladi Alloh taolo. Meni shu odamni, meni u odamniki ahli baytidan 10 odamni nima qildi? Shafaatni qabul qiladi. Ya'ni shu odam Qur'onni o'qib rasmiy u odam yod edib, ikki toshga zohir ashtaq bo'libdi, halol deb e'tiqod, haromni harom deb ashtaq amal qilib ashtaqdan bo'lsa, men Alloh taolo u odamni jannatga kirgizib, bu jannatga kirgan odamning o'ziniki men 10 dona tuqqanning o'zida shafaat qilib jannatga akirib oladi deydi. Ya Allah meni tuqqanimda, akamda ya bilmemde ma jannatga akirib olsak, desa amal qilib uni cho'q qabul qiladi. Mana ularniki hammasi jazman vojib bo'lgan edi, ularga nim bo'lgan edi? Do'zax. Do'zax kirish anlamoqdan hukm qilib bo'lgan. Hukm qilib bo'lgan shu 10 dona tuqqanniki o'zini, mana Alloh taolo mush adam Qur'onni yod edib, shu bo'yicha amal qilib, halol deb, haromni harom deb e'tiqod qildi. Unda ularniki tuqqanning do'zax kirib ketish bilan hukm qilib bo'lgan, shuni mush Qur'onni o'qigan mush odamniki savobida men shafaat bu odamga shafaat berib, men bu do'zaxni nima qilaman, qutuldirib olaman deydi. Unda ularniki Qur'onni Karim o'qish, yodaldirish, amal qildirish, men mushundoq nima u muhim. Men bu esa Imom Ahmad, Tirmiziy, Ibn Majah, Darimiy rivoyat qildi. Men dedi Imom Tirmiziy moyida hadis g'arib. Habs ibn Sulayman ravi emas u deganda kuchli emas. Buni odatda ular kelgan vaqtning o'zida bu odamni zayb etish deb cho'q qariladi deydi. Abu Hurayra radhiyallohu anhu rivoyat qilindi. Dedi Abu Hurayra, dedi Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Ubay ibn Ka'bga, qandoq o'qiysan sen namozniki ichida? Ya'ni namozning ichida qandoq qiroat qilib Qur'onni o'qiysan debdi. Degan vaqtda Ubay ibn Ka'b debdiki, "Fas'imdikin degandikin meni pas o'qibadi." Bu Ubay ibn Ka'b Ummul Qur'onniki, ya'ni Qur'oni Karimniki so'z Fatihani o'qibadi, o'qibadi. Mana shuni o'qiyman degandiki Payg'ambar dediki, "Vallazi nafsi biyadihi."
Mene Allah bilan qasamki, meniki nafsim Allah'ınki kudretidir. Düşürülmedi bu Sure Fatiha'ni Tevrat'ta ve İncil'da, Zebur'da ve Furqan'da. Men şu Sure Fatiha'ga o'xshagan bir so'rini baxmadi, tushirib baxmadi. Ve cezmen bu Sure Fatiha mene 7 oyatdir mesantin. Yani qatlını qilgan, tahrorlangan, mene tahrorlanishdan iborat bo'lgan 7 nima oyat. 7 oyatni tarkib topgan. Bu nimqulu davomli tahrorlanadi namozda. Bu. O'yla bu Kur'an-ı Kerim Kur'an'ın azimdir ki onu mançup berilgan Kur'an'ın nimidir? Azimdir. Deydimdi. Ha ayet ki nimqadı da Allah Peygamber'e işaretçi kuvvadıdır. Ve lakat ataynake sebe minel mesal Kur'an-ı azim diye ayet ki. Meni bu ise İmam Turmizi ve rivayet kıldı İmam Darimi o Peygamber'in sözüdür ki ma'uzidet degan sözüden ve ki zikr kılmadı Ubeyni. O dedi Turmizi ma'uzidet hadis hasan sahih dedi. Yine Ebu Hureyre radıyallahu anh rivayet kıldı dedi ona göre dedi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem seni Kur'an-ı Kerim ne bakanına okunla. Nime öğün ola. Ta'allamul Kur'an. Kur'an'ı öğün ola. Okuşunu öğün ola. Emel kılışını öğün ola. Öğütüşünü öğün ola. Mene halal haramını çok bilişini öğün ola. Okuşunu bilin ola. Anda onu Kur'an-ı Kerim'ne lafzini öğünüşünü üzerine o ders. Anda o andikin Kur'an-ı Kerim öğün ola. O Kur'an-ı Kerim için oku ola. Cezmen Kur'an'ın mesele Allah bir adam çünkü öğrendi o Kur'an-ı Kerim'ni ve Kur'an-ı Kerim okup onu okudu ve o Kur'an-ı Kerim boyunca çok tuğdu. Yani Kur'an-ı Kerim bilen tuğdu ki Kur'an-ı Kerim neyme degen bu şu boyunca emel kan bolsa, ben bu adamın mesele bir neyme okşaştır, bir kaçığa bir sebep kaçığa okşaştır ki menen neyme kalan öyle ben içige selin idi o kaça miskin. Yani misk ihbarını içi kaçlangan bir kaçıgını mı kılıdı? Okşaydı. Mene ihbar emberninki üzüne içi kaçlangan bir kaçı olan bolsa o kaç kanda kılıdı? O içinden pur şundak nes çıktı. Anda o adaki Kur'an-ı Kerim'ni men öğrenip şu boyunca emel kılıp şu boyunca işqa adamninki vücudu için müştak oldu. İçi açtak oldu. Bunu uqa adamninki sözden hareketi qılıqtı şundak yaxşı. Ubdan söz, ubdan qılıq na yaxşı işler çıkıdı o dedi. Kimine purak çıkıp durdu. Bu mene tapuhu rihu kullamakan. Mene purak durdu bu nimene ihbarniki mene purği her joyda ne qıptı purak durdu. Bu Kur'an-ı Kerim asli vücudu boğa adam müştaq buldu. Ne olsa sözü qılıq sözü nima yaxshi, qalbi yaxshi, harakati yaxshi, mushundaq noit edim, shundaq salmoq, ashtaqchi bo'ldi. Va bir odamniki masalaki o'rgandi u Qur'oni Karimni o'rganibdi. O'rgandigandek uxlab qolibdi. Ya'ni u degandek amalchi qilolmabdi degan gap. Vanuku odam, vanuku Qur'oni Karim u odam qo'shig'ida bor. Qo'shig'ida bor turqun u odam uni o'rgib, uni cho uxlab qilib, uniki amalchi qilmab tashlab Tashvat qanday bo'ladi desa, bir qachigan, yani bir sebep qachiq o'xshash turibki, mana chigildi u qochini misk bilan, yani ifar bilan, jip bilan mana chiqqandek bo'ladi. Ya'ni u anchani bilan burab ketmaydi. Ammo uni amal qilgan rasmiy bo'lgan bo'lsa, ifar bilan rasmiy qochlarga bir qochiq o'xshaydi. Ammo Qur'oni Karim o'qib, uni tashib etib amal qilmagan bo'lsa, ammo Qur'oni Karim bo'lganda bir jip bor. Jip bo'shroq burab qoladi. Yani bu çok müştakçı buludu o dedi. Men bu ise İmam Turmizi Nesai ve İbn Maccah ne kıldı? Rivayet çok kıldı. Ve yine Ebu Hureyre radıyallahu anh rivayet kıldı dedi o bire dedi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bir ademi ki okusa Hamim sör mümin ne okuyan bolsa men Allah Teala'nın ki ileyhil mesir diyen ayet kişilik okuttu. Ve ayetin kursini okuttu. Kandak vakitte? Tangatı oğan vaktimizde men muçuda okuyan bolsa saklındı o adamı şu okuyan şu Hamim'ninki şu ayet bilen ve ayetul kursi bilen men o adamı bütün yaxşı, bütün haplık işten neme kondu saklındı hatta ki tangat, hatta keş kurun kılay. Keş kurun olsa bu adam hiç kadar haplık çok bulmaydı. O bir adamı ki okuyan bolsa bu adam şu iki ayetin üzerine tangat, keş kavaktin üzerine okuyan bolsa saklındı bu adamın şu iki ayetindeki sebebi bilen yani şu Hamim diyen söre o İleyhil Mesir diyen ayet gelecek o ayeti kursuyla saklındı bu adamını tangat doğan kadar her kanda hapılık, her kanda cin şeytan mene urvet işten
o azdırıp etişti degandagini o adam nima qiladi saqlab cho'q qoladi deydi. Unda o'ndan oyatul kursi bilan Hammim degan mu'min degan so'rniki ilayil masir degan kelish o'qishniki fazilati shu. Mushundaq unda uni at aqshimi o'qib turishi kerak. Numan Bashir raziyallohu ta'ala rivoyat qildi dedi Numan dedi payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam. Jazman Alloh taolo meni yozdi bir kitobni. Shuning oldidagi yaratgan Alloh taolo osmon va zaminni 2000 yil. Mana 2000 yil osmon zaminni yaratishdan burun bir maktub nima qildi? Yuqori osmonda shu uni yozdi. Mana shu yozgan kitobniki ichidan 2 oyatni nima qildi? Tushirdi. Tushirib mana tugatdi Alloh taolo shu 2 oyatidan Sura Baqarani nima qildi? Tugatdi. Ya'ni Amardan Rasulni. Mana buni osmon zaminni yaratishdan 2000 yil burun nima qilib bo'lgan? Uni Alloh yaratib bo'lgan. Men shu yaratib bo'lgandan keyin ondan Alloh taolo men Muhammad alayhisolamning zamoniga kelgan vaqtning o'zida men bu 2 oyatni nima qildi? Muhammad alayhisolam uchun tushirdi. Mana bu tushirib bu 2 oyatniki o'zini Sura Baqarniki oxiriga bekitib bu yerda nima qildi? Uni tugatdi. Shundan Sura Baqarni shunga tugatdi. Mana o'qilmaydi bu 2 oyatni bir o'ylida. 3 kecha o'qilmaydi. Onun lekin u o'yliga shayton unda yiqilishga ishchi bo'lmaydi. Men 3 kun oqim ajla o'qan bo'lsa shu Amana Rasulni o'chanimizda bu o'yliga shayton degan narsa hargiz yiqilishni qilolmaydi deydi. Endi bu yiqilmasning o'zi shu odamniki e'tiqodi, amali va u odamniki tushunchasiga bog'liq. Endi nechimiz o'qiymiz, ammo bo'lmaydi. Nima uchun? Biz unuğa layıqçı bulamayız. Onun şartı var, o kademlik bulmaydı. Men bu ise İmam Tirmizi ve Darimi rivayet kıldı dedi İmam Tirmizi maidis hadis garip dedi. Ebu Derda radıyallahu ta'ala rivayet kıldı dedi olar burada da dedi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bir adamı ki okuyan bolsa, men 3 ayet okuyan bolsa Sura Kahf'nin 5'idir. Sura Kahf'nin 5'idir. Men o 3 ayet okuyan bolsa saklandı o adamni Deccal'ın fitnesidir. Ahir zamanda çıkılan Deccal'ın nemisi var, fitnesi var. Yani hazırki devrede. Bu Deccal'la ne çıkıp gitti o hazır. Bu kazzaplar. Kazzap diyen gezdi var, jurnalda var, filmde var. Her kanda hiyadi bu kazzap. Bu şu dinga nemi kılgan, ölçmenli kılgan, dindin tosilgan, Müslümanı hakaretten, kemsitilgan. Amal bolsa şunu bir hakaretten nukvası deydiğen kazzaplar. Men aş kazzaplarındaki yamanlığından bir adam söyleyip Kahf'indeki baş tarafındaki 3 ayeti okuyan bolsa, kandaki 3 ayetindeki mezmunu şu. Şu bir türlü 3 adam, bir türlü yaşlarındaki üzün Allah Teala men cemiyetin arıp o tağındaki ünkürt saklagan dep, men muş adam nima qalıdı, saklap çok qalıdı deydi. Men bu ise İmam Tirmizi rivayet qildi va dedi. Men bu hadis hasan sahih dedi. Endi Deccal'ın fitnesi deganlikning o'zidan biz 2 ma'no dedik oldagi darsimizda. Birisi muayyan Deccal, ya'ni oxir zamonda chiqqan eng yomoni. Yana birisi Deccal'ning ma'nosida Payg'ambar bir hadisda deganda Deccal 30. Ya'ni qiyomatga chiqadi deganda, chiqadi har asr degan mazmunning hadisi bor edi. Enas roziyallohu ta'ala rivoyat qildi dedi Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam. Jazman har qanday bir narsa uchun bordir bir qalb bor. Har qanday bir narsa zot qalb bo'ladi. Kur'an-ı Kerim'in kalbi Sura Yasin'dir. Bir adamı ki okusa o adam Sura Yasin'ni, yani yazıda Allah Teala şu okuyan adam için şu Sura Yasin okuyanın ki beraberlik binaen Kur'an'ı 10 kata okuyanlığını çoğu ne bakıldı yazıda deydi. Sura Yasin'i bir kata okuyan adamga bu adam 10 kata ne bakıldı okudu deyip sevapını verdi. Ama 10 kata okudu deyip aynen bulmaydı. 10 kata okuyanın sevabını verdi o başka. Ama 10 kata okudu başka. 10 kata okuyanlığın savabını bergendikken bu yılki 10 kata okudu degandekçi o bulmaydı degan gap. Savabını berdi. Yeni qanday qilayım? Yeni Qur'onni yeni başka hamma yerni o'qin degan gap. Meni bu hadisni İmam Tirmizi Darimi rivoyat qildi. Ma dedi Tirmizi, ma hadis hasan g'arib deydi. Endi bu yerda bu İmam Tirmizi Darimi rivoyat qilgan mushu 2-chi faslniki, mushu Qur'oni Karimniki ichidagi men ayet mandaq, masur ayet deb mushu fazilat üstü degan hadisning ko'pinchisi Sahih Buxoriy va Sahih Muslimda yo'q. Asosan nimada bor? Sunan kitoblarda bor. Şu bazı ulamolarning deyishicha bu
Yani Peygamberimiz degeni rast. Rast deb qolgan bo'lsa, mushtaq bo'ladi. Ammo bu Sahih Buxoriy, Sahih Muslimda yo'q deb mushtaq nima qildi endi. Yine Ebu Hureyre radıyallahu anh rivayet kılın dedi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Cezmen Allah Teala okuyan dedi Sure Taha ve Yasin'ni asman zeminini yaratıştım burun 1000 yıl. Ben asman zeminini yaratıştım 1000 yıl burun ve Sure Yasin bilen Sure Taha'nı okuyan. O vakittaki firişte Kur'an-ı Kerim'de beni anladı. Dedi firişte Tuba li ummetin yenzilu ala haza alayha. Hoş mübarek olsun. Bir ummetki tushidi mavu shu ummatga. Mana shu ummatga tushadigan ummatga muborak bo'lsin bu ishga so'ri tushgan deydi degandi. Vina muborak bo'lsin bir qo'saqqa ki ko'tirdi o qo'saq mani. Yani Suriyasında Sure Taha'nı nima qildi ko'tirdi. Yani adib hamma o'qib amal qilmoqqa xo'sh muborak bo'lsin. Xo'sh muborak bo'lsin bir necha yillarga meni gap qildi o'ltilla mani bilan. Yani Sure Taha bilan Sure Yasin bilan gap qiladigan, yani arabcha gap qiladigan. Men mushundaq kishilarga nima bo'lsin, xo'sh muborak bo'lsin deb meni mush firishta shu vaqtimizda anlapla mushtaqcha nima qilib ketgan, gapcha ketgan deydi. Yine Ebu Hureyre radıyallahu anh rivayet kıldı. Dedi Ebu Hureyre, dedi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bir adamiki Sure Hamim Duhanni bir keçi o'qan bo'lsa, bir kechada o'qan bo'lsa, tanga turdi o adam, holatiki istig'for etdi shu odamga 70 ming firishta istig'for etgan holatda o adam tanga turdi. Ya'ni o adam kechada Sure Hamim Duhan o'qan bo'lsa, mana atsi mana qopgan vaqtimizda 70 ming dona firishta mana istig'for etgan ashta holat shu qopdi. Ya'ni pokiz gunoh masiyatdan xoli uchun mushtaqchu qopdi dedi. Meni bu hadisni İmam Turmizi rivayet qildi va dedi mu hadis g'arib. Amr ibn Abi Hasan Ravi o hadisda zayıf sanılgan adam. Dedi Muhammed yani İmam Buxoriy. Bu adam hadisi munkar adam. Hadisni qabul qilmaymiz bu odamni degan dedi. Unda o'nikin mushu hadisni rivayet qilgan raviyning ichida mushu yilqi Abi Hasan degan bir odam borki, Umar ibn Abi Hasan degan, yani bu hadis zayıf demoqchi. Meni yine Ebu Hureyre radıyallahu anh rivayet kıldı dedi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bir adam ki o'qan bo'lsa, meni Hamim Duhanni cuma kesi o'qan bo'lsa, meni o adam uchun mag'firat çok qiladi, gunoh mag'firat çok qiladi dedi. Meni bu hadisni İmam Turmizi rivayet kıldı. Va dedi İmam Turmizi hadis g'arib zayıf bir hadis. Hisham Abu Miqdam'dır ravi hadisini nima qildi? Zayıf sanıldı. Endi meni Mishkatul Masabi'ninki üzerinde ma'lum darajada hadis zayıf bor dedi. Hadis zayıf deb qo'ydi meni mishunda. U deb qo'ymagan ish chu yo'q. Voy Mishkatda andaq hadis zayıf bor, andaq mo'g'a, voy hadis zayıf degan ashudaq deb qo'ydi. Bak bo'lsa bir qanchasi bor. Jiq emas. Onun degan %99% unudan jiq emas o sahih hadis. Amma bu sahih Mishkat universal bir hadis kitap bu. Hamma narsa bunun ichida bor. Bütün hadis kitaplarının asasen çoğulap ekilgen bir hadis. Mayli imandısınız o ba, itikatlısınız onun alakadar hadisi var. Taharet, namaz, zakat, ahlak, hamma tarafta cennet qandal diyorsak, o dünyada işini tatip hemimize, ben kelgüsüde okusak, ben çıkıda, şunu alakadar olan hadisin hemimiz bu kitabın içinde var. Şu bu kitabın özü tarihte boya mehbul olan hadis. Mehbul olan bir kitap. Nay cıkya okuyan kitap, cıkyalıda. Hem şerisi ma nadicip. Hem Misbah-ı Sünne, Mesab-ı Sünne diye bir kitapını o aslında o kitapta onu şerikan şunda alimlarcık. Hem de Mişkatul Mesab'de Mişkat boğan değil ki yine şerdigen alimlarına ait çık o. Mekbul kitap. Berketlik. İrbad-ı Sariye radıyallahu ta'ala rivayet kılındı. Şuna da cezmen Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir tık okuydu musabbahatni. Mena şu yılı Kasami Allah'ın ki parının içinde bir kanıcı sebbahlillahi, yusabbihillahi deyilgan sörlü var mı? Men muşu sörlü Peygamberim ne bakılan okuyan idi. Mena okuydu, şunu al dedi ki uxluğay. Uxlaştım burun, mena şu sebbahlillahi ma fis semavati varlar, yusabbihillahi ma fis semavati varlar degan şu sebbaha yusabbihillahi başlagan şu ayetli sörlerini okuydu. Deydi.
Cazmen mana şu musabbihat bo'lgan bu so'rlarda bordir. Bir oyat va o oyat yaxshidir, ming oyatdir. Ming oyatning yaxshi bir oyat yo'q. O'qavi. Sabbahanillahi ma so'l hashrniki oxiri ashu. So'l hashrniki oxiridagi qavm mana ya nabiyyu taqulloha val tandur nafsu ma qaddamat nim qildi boshlanadi. Mana vallohu xoliqul bari musabir degan. Mushu. Bu hadisni İmam Tirmizi Abu Davud rivayet qildi. Rivayet qildi bu hadisni İmam Darimi Xolid ibn Ma'dandan mursal bo'lganlar. Va dedi İmam Tirmizi ma hadis hasan g'arib shu dedi deyildi. Yine Ebu Hureyre radıyallahu anh rivayet kılın. Dedi Ebu Hureyre dedi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Cezmen Kur'an-ı Kerim'de bir sure var. 30 ayetlik bir sure çok var. Meni şefaat kılıdı bu sure bir adam için. Nima qoladi shu o'qgan odamni shafoatchi qiladi, hattoki mag'firat qilindi shu odamga. U odamni gunohini mag'firat qilgan qadar shu sura shu o'qgan bo'lsa shu odamni shafoat qilib gunohini hammani nima qiladi, mag'firatchi qilindi. U qosirdir. U sura tabarakallazi biyadil mulk va huva ala kulli shay'in qodir degan nimadir, u suradir deydi. Unda o'likin sura tabarakni o'qishim nihoyat nima afzal. Meni bu ise İmam Ahmed, Tirmizi, Abu Davud, Nesai ve İbn Majah nima qildi, rivoyat qildi. İbn Abbas radhiyallohu ta'ala anhu rivoyat qildi. Dedi Ibn Abbas, mana kishdi Peygamberimiz sallallohu alayhi vasallamniki ba'zi ashablari o'ziniki chedirini mana qabrning ustiga tikibdi. Vaaloki o ba'zi mana bilmaydi shuniki jazma o qabr ekan. Qabr ekan degan bilmaydi kelsa opiribla aşağıdan bir chedirini tikman Kur'an o'qiydigan kishi deb ashta çok qilibdi. Şunda qarsa şu qabrda bir inson varki sura tabarakni o'qiyotgan bir inson bor. Aşağı uqmabdi-da, qabrning ichiga kirib aşağı timmet yetib aşağı o'qibdi. Hattoki bu odam uni tugitibdi. Tugatgandan keyin shuni bu odam Payg'ambar qishga kelib u bo'lgan ayvon Payg'ambar debdi. Men mushtaqan tep qabrning qishga chetir tikib mushtaqsam bir odam sura tabarakni o'qiyotibdi. Mushni angladim deganki Payg'ambar dediki, "Yal mani'atu." Sura nima? Sura tabarak to'sqishidir. Shu o'qa odamniki o'zini Allohning azobidan, balodan, har qanday jafo mushaqqatdan mana bu sura nima qiladi? U odamni do'zaxga kirishdan, qabrning azobidan saqlaydi. Endi bu suraning o'zi nima qiladi? Qutqazguchi. Ki qutqazadi bu sura u odamni Allohning azobidan qutqazgan sura bu deydi. Şu sura tabarakniki fazilati nima u noit katta. Şu ba'zi vaqtdagi o'zida sura tabarakning o'zi qabristonlik bo'lgan vaqtning o'zida mushtaqni qilgan gap o'qiydigan shu gaplar. Mana bu hadisni İmam Tirmizi rivoyat qildi va dedi İmam Tirmizi ma hadis g'arib cho hadisdir dedi deydi. Jabir radhiyallohu ta'ala anhudan rivoyat qilindi. Shunda debki jazman Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem berti uxlamaydi hatta o'qiydi alif lam mim tanzilul kitob va tabarakallaz biyadil mulk degan mushu ikki surani nima qildi u o'qiydi anadiki uxlaydi deydi. Bu bir rivoyat. Men bu esa İmam Ahmed va Tirmizi va Darimi rivoyat qildi va dedi İmam Tirmizi hadis sahih dedi. Va shuni o'xshashtir Sharih Sunnada va Masabi degan kitobda bu g'arib deb ba deydi. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.